Barchaga salom. Biz sizni bu kanalda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Biz sizlar uchun geografiyadan yangi testlar tuzdik. Siz esa like va podpiska tugmachasini bosishni unutmang. Biz esa boshladik. Qaysi mamlakat eng ko'p qahva ishlab chiqaradi? Savol variantlari: Efiopiya, Meksika, Kolumbiya va Braziliya. Vaqt esa ketdi. Savolning javobi Braziliya. Braziliya jahon bozoridagi qahvaning asosiy yetkazib beruvchisi bo'lib, bugungi kunda dunyodagi qahvalarning 30% ni ishlab chiqaradi. Qaysi mamlakat yaqinda o'z nomini o'zgartirdi? Savol variantlari: Myanma, Makedoniya, Kambodja va Shri-Lanka. Vaqt esa ketdi. Savolning to'g'ri javobi esa Makedoniya. 12-fevralda 2019-yildan boshlab Makedoniya Respublikasi o'z nomini Shimoliy Makedoniyaga rasman o'zgartirdi. Sumatra oroli kimga tegishli? Savol variantlari: Filippin, Malayziya, Indoneziya, Yaponiya. Vaqt esa ketdi. Sumatra dunyodagi 6-eng katta orol va Indoneziyaning bir qismidir. Kipr shahrida ko'pincha qanday til ishlatiladi? Savol variantlari: turk tili, arab tili, kipr tili va ingliz tili. Vaqt esa ketdi. Savolning javobi: Kiprning asosiy tillari yunon va turk tili bo'lib va shunga qaramay aholining 7% rus tilini yaxshi bilishi insonni ajablantiradi. Eng katta neftni ishlab chiqaruvchi kompaniyaning nomi nima? Savol variantlari: ExxonMobil, British Petroleum, Saudi Aramco va Total. Vaqt esa ketdi. Savolning javobi Saudiya Aramco. Saudiya Arabistonining zaxirasining 99% ni nazorat qiladi va bu bir kunda jahon neft resursining 1/4 qismini tashkil etadi va 10 million barrel neft ishlab chiqaradi. Bu degani bir kunda ExxonMobil qazib oladigan neftdan 2 baravar ko'p. Melburn shahri qayerda joylashgan? Savol variantlari: Avstraliya, Buyuk Britaniya, AQSh va Kanada. Vaqt esa ketdi. Savolning javobi Melburn, Avstraliya poytaxti Viktoriya shtatining janubi-sharqiy qirg'og'ida joylashgan. Ushbu tabiiy resurslardan qaysi biri qayta tiklanishga tegishli? Savol variantlari: havo, ko'mir, o'rmon va neft. Vaqt esa ketdi. To'g'ri javob o'rmon. O'rmon qayta tiklanishga tegishli va o'rtancha 80 yilda qayta tiklanadi. Parana daryosi qaysi qit'ada joylashgan? Savol variantlari: Osiyo, Avstraliya, Afrika va Janubiy Amerika. Vaqt esa ketdi. Savolning javobi Parana. Parana daryosi Janubiy Amerikada joylashgan va uzunligi bo'yicha Amazonkadan keyin 2-o'rinda turadi. Qaysi mamlakatlarda aksariyati musulmonlarni tashkil etadi? Savol variantlari: Kambodja, Butan, Angola va Malayziya. Vaqt esa ketdi. Savol javobi Malayziya. Ushbu mamlakat aholisining 60% musulmonlarni tashkil etadi.
Qaysi mamlakat Yugoslaviyaning bir qismi bo'lgan? Savol variantlari: Bolgariya, Slovakiya, Albaniya va Chernogoriya. Vaqt esa ketdi. Savol javobi: faqat Chernogoriya Yugoslaviyaning bir qismi bo'lgan va u Sloveniya, Xorvatiya, Serbiya va Shimoliy Makedoniya kabi davlatlarni o'z ichiga olgan. Mana do'stlar, bugungi savollarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz esa podpiska va like tugmachasini bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turishni unutmang. Biz esa siz bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Va yana bir gap, bu savollarning javobini kommentariy tarzida yozib qoldirishni unutmang.